Yaxshi. Boş. Ha? Azimbek mana. Az. Ibragimov de. Oldinga chiqarayot qildi. Pressingda qarshilik ko'rsatmoqda hozir qanot o'yinchilariga. Taraflardagi o'yinlarni kuzatishga, analiz qilishga bu hech ham xalaqit bermaydi. Fotograflar ham, o'yin tashkilotchilar ham o'z o'rniga. Zarba ko'rdik hozir, yana zarba. O'xshash jihat shunda. Zarba ko'rdik. Qanday gol! UBS hisobiga gol yoziladi yana. Yo'qimga pas, zarba. Kanalda zarba ko'ramiz Muhammadjon. Zarba gol. Penaltidan gol amalga oshirilmoqda. Pas hozir o'ng qanotga o'tmoqda. UBS ichkariga darhol pas zarba. Ishni devor paslar bilan qoldirib yakunlanishi mumkin edi. To'xtatmasdan ularga pas berishdi o'yinchilar. Hozir o'ng qanotda qattiq hujum ketib qolishi mumkin bizda ustidan. Xatorasiga zarba va darvoza to'p ustuniga. Ichkariga takliflamoqda bo'lgan to'p bordi zarba. Qanday vaziyat hozir qisqa daqiqalar ichida ketdi hujum. Ajoyib o'ynadi bu yerda darvozabon. Ikkita tegin ishda o'ynadi. Hafli hozir qanday o'tdi bu yerda to'p kesa olganida hafizlar bo'ladi. Yugurib chiqib hozir to'pni egallamoqda tezlik bilan yana markazga sherigiga. Sherigiga o'ynadi va pas bermoqda. Hozir ikkinchi va hozir oyoqqa chiqqan pressing Abdurahmon Murodov o'ynadi. Pressing bilan to'p oladi va gol! Zarba gol! 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 Haradas! Gol qo'yishdi. Bor ikki o'yinchi ondan. Zarba ko'rdik qanday qilib gol bo'lmadi hozir. Qaytdi to'p. O'yinchi darvozalar bilan qolib ketgan vaziyatda darhol ikki jamoa o'yinchilari ham e'tibor bersangiz darhol to'pni maydonga kirib yo'qmoqda. Raqib chiqib keldi qanday xato? Nega bu yerda hozir kontakt bo'ldi raqib tomonidan? Ikkinchi. So'ng. Ko'rsatayotgan chap qanotida raqib paydo bo'lgan edi Muhammad. Markaz va hujumga bog'lab qanday gol hozir qanday Muhammad Diyor. Alohida sheriklarni tabriklashmoqda Muhammad Diyorni. Qanday gol? Albatta bu o'yinchining tezligi hisoblovchilari analiz qiluvchi Kimdir o'tdi? Golda hozir. Yana o'z ichkarida qanday ulgurdi hozir tezlik bilan borishga kelsa shunda bunday tezlik kelish Rahimovga qolish kerak. Qanotda 8 raqamdagi o'yinchilar bilan shuni ko'paysa zarba. Xavfli hozir yakunlanganda ikki jamoa o'yinchilari menimcha chunki qanday zarba hozir qanday darvozani ustiga agar to'p tegmaganda yoki bir necha santimetrlar uzoq borganida gol ko'rardik. Abdurahmon menimcha reaksiya. Yana 6 raqamdagi o'yinchi heliga kasb berdi. O'zi bilan o'ynamoqda zarba ko'ramiz. 6 raqamdagi qanday foydalandi? Yonib ketmoqda so'nggi soniyalar ichkariga. Hakamning hushtaga yangradi. Assalomu alaykum SL kuzatuvchilari. Intervyu olamiz hozir UBS o'yinchisi Jalilovdan. Xo'p, bugungi o'yin haqida hissiyotlaringiz? O'yin juda ham zo'r bo'ldi. Ikkala taraf ham rosa atakaga choshib zo'r bo'ldi o'yin. Ataka ham pala-parchi bo'lmadi, hammasi zo'r bo'ldi. Menga o'yin yoqdi. Bizga ozgina omad yetishmadi, lekin bosardik lekin. Addushi bosardik. Ozgina qoldi yutishimizga. Tayyor edinglar. Yonib turuvdi oxirida ham. Yonib turuvdi. Oxirigacha intriga ushaldi. Oxirida ham ozgina omad yetishmay, varatadan ozgina chetga chiqib ketdi. Biroz ustunligi teganini ko'rdik albatta. Shunaqa. Hop, UBS Ustozodi o'yinida UBS o'yinida kim eng yaxshi o'yin ko'rsatdi yoki qaysi o'yinchilarni ajratib ko'rsata olamiz?
ajratib ko'rsatish noto'g'ri deb o'ylayman, chunki hamma o'yinchilar ularda ham bizda ham zo'r o'ynashdi. Jamoaviy Paslashib, hamma o'yinchi ularda ham ajralib chiqdi, bizda ham ajralib chiqdi. Ana bitta o'yinchi ajralib chiqadigan o'yin bo'lmadi lekin. Ochiqchasiga aytaman, shunaqa bo'ldi. Hamma bir-biriga pas berib, ular ham biz ham cho'tga o'yin bo'ldi. Albatta men ham bu fikrimga qo'shilaman. Jamoa yuqori bo'ldi. Hop, so'nggi savolim, keyingi turda qanaqa chizgilar yoki bog'lamlarda o'zgarish ko'rishimiz mumkin jamoada? Biz ozgina tayinlanib, ko'proq o'sha udarga moslashamiz. Ko'proq o'sha bizda pas yaxshi chiqdi, faqat udarda ozgina muammo bo'lgani uchun biz yutqizdik. Necha bo'lib qoldi. O'shanga biz endi harakat qilamiz, trenirovka qilamiz, ko'proq o'sha udarga ishlaymiz. Trenirovka qilib, asosan shu taktikada o'ynaymiz. Ko'proq paslashib, mana shunaqa tiki-taka deydi-ku, shunaqa o'ynaymiz. Albatta, umid qilamiz, zarbalar yana ham aniqlashadi. Rahmat intervyu uchun UBS o'yinchisi. Sog' bo'ling. Charchamanglar. UBS Ustozoda o'yinida jangovar durang qayd etildi. Ustozoda o'yinchisi Murod Saydaliyevdan intervyu olamiz. Murod, bugungi o'yinda qanaqa bordi? O'yinni borishi, hissiyotlaringiz qanaqa? Bizda temp zo'r bo'ldi. Temp ularda ham zo'r bo'ldi hammacha. Hamma borni beri o'ynadi. Men uchun bundan ortiq qila olmasdik ikki taraf ham. Bizda sostavda sal kamchiliklar bo'ldi. Bir xil aniq ishchilarimiz kelolmay qoldi. Keyin safar normalniy sostavda berib, bundan ham kattaroq shotlar berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa endi ishonchli oxirlari degan umiddamiz. Albatta jangovar durang bo'ldi. Oxirida 3 ta gol ko'rdikmi remontada bo'lganda? Albatta o'yin yaxshi bo'ldi. Xo'p, keyingi o'yinda demak tarkib bilan kelasizlar, to'liq holatda. Keyingi o'yinda tarkib, taktika hammasi bo'ladi. Hozir o'zimizni anaqamizda bo'lganiga vaqtgacha topib qoldik. Lekin keyin safar undan ham zo'r anaqamlar, undan ham zo'r shasht bilan kelib turib remontadasiz anaqa qilamiz, xudo xolasa. Gegemoniya qilamiz, tikkalamiz. Hegemon o'yin bilan olib bora olasizlar. Demak, hozirgi o'yindan ham kuchli o'yin ko'rsatishi mumkin, aytmoqchi bo'laman. Ha, u aniq bizda sastav bo'lmadi tamomman. Ko'rdingiz o'zingiz, odamlar albatta o'yinni kuzatdik. Amallar ochib ketdik, hammasi endi intuitsiyaga bog'liq bo'ldi, yo'g'i. Bolalar hammaliga shashtidan keyin shuncha keldi, yutqizmaymiz deyishdi-da. O'ziga tashkil qilishdi, ko'rdingiz, hamma borni berib o'ynadi. Sal orada anaqa bir-birimizga tusholmay qolgan momentlarimiz bo'ldi endi. Ko'proq kompyuter emas, hayot oldida ham anaqa futbol o'ynab turish kerak ekan. PlayStationda o'ynashga o'rganganmiz o'zi. Iloji boricha keyin safar bundan ham yaxshiroq rezultatlar berib, portlatib tashlashga yordam beramiz edi. Hop, Murod, rahmat kattakon intervyu zo'r bo'ldi. Keyingi o'yinda g'alaba kutamiz.